2026 yilgi yangi Chevrolet Oniq. Bu zamonaviy dizayn, texnologik yangiliklar va iqtisodiy samaradorlikni o'zida mujassam etgan modeldir. Ushbu avtomobil Chevrolet brendining yangi avlod shahar avtomobillari orasida alohida o'rin egallaydi. Oniq o'zining ixcham o'lchamlari, zamonaviy ko'rinishi va yuqori qulaylik darajasi bilan har kuni foydalanish uchun ideal tanlov hisoblanadi. Yangi Oniq tashqi ko'rinishidan boshlab e'tiborni tortadi. Old panjarasi kengroq, faralar LED texnologiyasiga asoslangan bo'lib, avtomobilga jiddiy va zamonaviy ko'rinish beradi. Yon chiziqlari aerodinamik tarzda ishlangan. Bu esa yoqilg'i sarfini kamaytirishga yordam beradi. Orqa tomonda esa LED orqa chiroqlar va sport uslubidagi bamper avtomobilga zamonaviylik baxsh etadi. Salon ichki qismi yuqori sifatli materiallardan tayyorlangan. Yangi multimedia tizimi 10 dyuymli sensorli ekran bilan jihozlangan bo'lib, Android Auto va Apple CarPlay qo'llab-quvvatlaydi. Shuningdek, avtomobil Wi-Fi ulanish imkoniyatiga ega. Bu esa haydovchi va yo'lovchilarga doimo onlayn bo'lish imkonini beradi. Rul boshqaruvi elektr yordamida ishlaydi. Bu esa boshqaruvni yengil va aniq qiladi. 2026 Chevrolet Oniq ikkita dvigatel varianti bilan taqdim etiladi. 1.6 litrli turbo benzinli va 1.2 litrli atmosferali variantlar. Turbo versiyasi 120 ot kuchigacha quvvat ishlab chiqaradi. Bu esa tezlashuvni yanada kuchaytiradi. 6 pogonali avtomatik uzatmalar qutisi bilan birgalikda ishlaydi. Yoqilg'i sarfi o'rtacha 5-6 litr atrofida bo'lib, bu uni iqtisodiy variantlar qatoriga kiritadi. Xavfsizlik sohasida ham Oniq ilg'or texnologiyalar bilan ta'minlangan. Avtomatik tormoz tizimi, yo'ldan chiqib ketish ogohlantirishi, orqa kamera va havo yostiqchalari kabi funksiyalar mavjud. Bundan tashqari, avtomobil barqarorlik nazorati va tepalikda to'xtash yordamchisi bilan jihozlangan. Narx jihatidan 2026 Chevrolet Oniq o'rta segmentdagi xaridorlar uchun mo'ljallangan. U ham qulaylik, ham texnologiya, ham ishonchlilikni birlashtirgan arzon narxdagi mukammal variantdir. Bu model ayniqsa shahar hayoti uchun yaratilgan, lekin uzoq